Hozirgi kunda antibakterial davo deganda juda ko'pchilik insonlar bunga oddiy qarashadi. Lekin yaqinroq keladigan bo'lsak, antibiotik bu hayotga qarshi, insoniyatga qarshi bo'lgan preparat deb tushunishimiz mumkin. Sababi nimada? Hozirgi kunda juda ko'pchilik insonlar antibiotik dori vositalarini shunchaki qabul qilishadi. Ko'pchiligimiz o'zimizcha davo lecheniya qilamiz. Masalan, shamollab qolganimizda biror bir antibiotikni hech qanaqa qiyinchiliklarsiz doktorlarning retseptlarini qabul qilmasdan o'zimizcha aptekalardan olib qabul qilamiz. Lekin yildan yilga borgan sari vaziyat shunga taqozo qilyaptiki, antibiotiklarni palapartish iste'mol qilishimiz natijasida organizmga tushadigan mikroblar hamda mavjud bo'lgan mikroblarda antibiotiklarga rezistentnost deyiladi, ya'ni ularga turg'unlik, antibiotiklarga chidamlik yildan yilga oshib boryapti. Mana masalan eshitishimiz mumkin, ba'zi bir bolalar yoki masalan ba'zi bir katta insonlar kasal bo'lib qolganda, ayniqsa pnevmoniya kasalligi bo'lib qolganda juda ko'pchilik antibiotik preparatlarni berishadi, lekin bemor tuzalmayapti, mana necha kundir isitmasi chiqyapti degan shu kabi iboralarni eshitib turamiz. Nimadan bilasizmi bu? O'sha aynan organizmda mavjud bo'lgan mikrob deyarli tibbiyot sohasida hozirgi kunda qo'llanilayotgan antibiotik dori vositalariga sezgirligi yo'q. Shuning natijasida juda ko'pchilik insonlar halok bo'lyapti, har xil kasallikning asoratlaridan nobud bo'lishiga yoki bir xastalanib qolishiga olib kelyapti. Hozirgi kunda tibbiyotda ulkan bir yutuqqa bir qadam qo'yildi. Ya'ni insonga kerakli bo'lgan antibiotik dori vositalarini biz oldin sun'iy yo'llar bilan sintez qilardik. Lekin tabiatning o'zi shifo deb bekorga aytishmagan. Tuproqda, oddiy tuproqda mavjud bo'lgan mikroorganizmlardan sintezlash yo'li bilan antibiotiklar olinyapti. Bu antibiotiklarning samarasi juda ham yuqoriligi, nojo'ya ta'sirlarning kamligi aniqlandi. Yaqin kelajakda bu antibakterial dori vositalari savdo peshtaxtalariga chiqadi. O'sha tibbiyotimizdagi o'zimizni yurtimizda ham bu preparatlar paydo bo'lishni boshlaydi. Bu narsaga boshqacha yo'l bilan qaraydigan bo'lsak, bizning dinimizda, ya'ni islom dinida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga qoldirib ketgan sunnat amallardan biri bu idish-tovoqlaringizni tuproq bilan yuving deyilgan. Toza tuproq bilan. Bu narsada bekorga xislat yo'q. Chunki o'sha paytdan demak tuproqdagi o'sha mikroblarning xususiyatlarini ular zotan masalan mexanizm bo'yicha bilishmagan bo'lsa ham uning shifo ekanligini, uni qaysi ma'noda uni foydali ekanligini bilishgan. Bizga aynan shunday maslahatlar berib, shu yo'nalishda to'g'ri yo'l ko'rsatishgan. Ota-bobolarimiz yillar davomida tuproqdan va tuproqdagi o'xshagan mahsulotlardan foydalanib, kundalik hayotimizda zarur bo'lgan idish-tovoqlarimizni tuproq orqali demak antibakterial davo sifatida qo'llab kelishgan. Bunda ham katta bir ma'no bor. Islomda o'rganish hali davom etmoqda, hali tugamaydi. Har bir narsaning negiziga ilmiy jihatdan asoslansak, juda katta ulkan yutuqlarga erishishimiz mumkin. Buning uchun ko'proq ilm olishimiz, o'z ustimizda ishlashimiz hamda bizning ummat hammadan ustunligini Qur'onga hamda sunnatga amal qilgan holda ko'rsatishimiz kerak. Hurmatli musulmon birodarlarimiz, faqat ilm izlanishda davom etaylik. Sog'ligimiz hamda jamiyatimizning salomatligi uchun bee'tibor bo'lmaylik. Sog' va salomat bo'ling. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, sizga like bosib, yaqin birodarlarga ulashib qo'yishni esdan chiqarmang.